Zapravkaga keldik, zapravkada benzin oshib ketdi, bildingmi? Nech pul? 10 ming bo'ldi. Yo'q, benzin oshib ketdimi? Qaysi benzindan 90mi, 80mi? Hoji aka, o. Benzin nech pul? Oshib ketdimi? Seryo'sin? Ke, bir gapirasanglar, ke, hoji aka. Davo ketdi. Hoji aka bilan bir hoji akalar. Hoji aka muncha benzin oshib ketdi bo'lib ketdi, hoji aka. Gapirayapsizmi? Ha? Bizimda jigarlar uchundan zapravkalar uchiga har doim arzon bo'lish kerak-da, hoji aka. Bo'lish kerak, bizindan nima deydi? To'g'ri, bizimdan eng katta xo'jalik kim? Bilmayman, topish kerak-da, bir gapish kerak. Chunki tasliman hoji akalar bilan qiynalib yuribdi-da. Buni musulmon mo'min, senga ayb yo'q senda. Amlab ketamiz. Gap yo'q hoji aka. Men hali ishlar bilan charchash yo'q. Mana desa. Damo nima qo'yasan? 90 80mi? 80, 92 ga men pul yo'q. Yo'q, kambag'almasan. Yo'q. Ko'rdingmi, katta bola jantalab yuryapti. 80 qo'yib yuryapti.